Qandli diabetni asoratlari qachon kech bo'ladi? Qachon kech qolasiz? Qachon asoratlar boshlanadi va nimaga boshlanadi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdan-da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Demak do'stlar, bugun aynan o'sha siz kutgan mavzu, ya'ni juda ko'pchilik hayotida bir marta bo'lsa ham o'ylab ko'rgan. Masalan, oyog'i salgina uvushsa agar, bu sahrning hisobidan emasmikin? 2 marta ko'proq hojatga borib qolsangiz agar, bu sahrim buyragimga ta'sir qilmabdimikin yoki qanaqadir og'riqni his qilsangiz agar, sahrim buyragimga ta'sir qilmabdimikin yoki ko'zni sal xiralashganini ko'rsangiz agar, sahrim ko'zimga yoki ta'sir qildimi deb sizni o'ylashga majbur qiladigan aynan asoratlar haqida gaplashamiz. O'zi nima uchun asoratlar boshlanadi? Qachon boshlanadi? Sabablari nima asoratlarni? Birinchi o'rinda bu qondagi qand darajasini nazorati yo'qligi. Ikkinchi o'rinda nazorat yo'qligidan keyin qon tomirlarining zararlanishi. Uchinchisi esa organlar sekin-asta o'z funksiyalarini to'la to'kis bajarmasligi. Do'stlar, hoziroq o'sha qo'lchani qizartirib qo'ying. Ya'ni mana shu mavzuyimiz juda ko'pchilikni o'ylantiradigan, juda ko'pchilikni nima qilish kerak degan savol qiynaydigan mana shu aynan mavzuyimiz boshqalarga ham yetib borsin. To'g'ri, siz bilishingiz mumkin, lekin aynan bu muammoni bilmaydiganlar juda ham ko'pki, menda har kun qaysidir shunaqa asoratlar bilan bemor qabul qilaman. Har kun hatto bir nechta bemor qabul qilaman. Sizdan iltimos, o'sha asoratlar boshlanmasdan ular ham o'zi uchun qanaqadir xulosalarni qilib olishi uchun, ulargacha video yetib borishi uchun bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Sizda qandaydir savol bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentda yozib qoldiring. Keyingi videomiz aynan sizni muammongiz, aynan sizni savolingiz haqida bo'lishi mumkin. Demak, eng ko'p uchraydigan asoratlarni men qisman sanab o'tib ketaman. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda har birini alohida ochib berishga ham harakat qilaman. Demak, eng ko'p uchraydigan asoratlar bular ko'z bilan bog'liq muammolar. Ko'zni xiraligi, ko'zni oldida qanaqadir parda bordek ko'rinadi deyshadi bemorlarimiz tomonidan. Yoki ertalab yaxshi ko'radi, obeddan keyin yaxshi ko'ra olmay qolish holatlari kuzatiladi. Ya'ni bu qandli diabetni ko'z bilan bog'liq muammolari deyiladi. Keyingisi esa eng ko'p uchraydiganlardan biri bu qandli diabetni buyrak muammolari. Boshlanishida juda ko'p hojatga chiqadigan bo'ladi. U kunduz kun sanab sanoqga yetib bo'lmaydi, kechqurun uxlamasdan kechasi bilan hojatga qatnaydigan bo'ladi. Bular organizmning kompensatsiyasi, ya'ni organizm o'ziga qulayroq bo'lishi uchun qandni tezroq boshqarish uchun uni siydik orqali chiqarishga harakat qiladi va siydik orqali chiqaradi. Ya'ni siz juda ham ko'p hojatga qatnayverasiz. Buni to'g'ri tushunib, tezroq buyraklarga agar yordam bermaydigan bo'lsangiz, bir kun buyraklar ham charchaydi va buyraklar charchasi eng og'ir asoratlaridan biri hisoblanadi. Buyrak charchadi degani, endi siz hojatga ko'p chiqishdan emas, endi hojatga chiqa olmaslikdan qiynalishni boshlaysiz. Oyoqlarda shish boshlanadi, oyoqlarda doimiy yuzlarda, ko'z ostlarida shishlar paydo bo'lishni boshlaydi. Hojatga borish siz uchun orzu bo'lib qoladi, hatto kimlardir uchun ham. Ya'ni bitta o'sha qandni boshqarmaslik buyrakni xuddi mana shunaqa og'ir asoratlarga sababchi bo'ladi. Undan keyin eng ko'p uchraydigan asorat bu oyoqlardagi muammolar, oyoqlardagi uvishish, oyoqlardagi qizib ketish, oyoqlardagi sovuq qotish, bu oyoqlardagi sezgi buzilishlari. Bu boshlanishida sizga arzimas ko'rinishi mumkin. Ba'zi paytda shunchaki qanaqadir oyoqda nimadir yurganday, masalan, chumoli yurganday hissiyot deymiz. Xuddi shunaqa yoki qaysi paytda qiziydi, kimdir oladi, sovuqqa tiqib o'tiradi oyog'ini, kimdir boshqa nimalardir qilib, chalg'itib, boshqa qilib, ancha payt esidan chiqib ketadi. Lekin bu qayta sodir bo'laveradi. Siz qayta sekin asta unga moslashishni boshlaysiz. Eng yomoni mana shu. Qancha ko'p oyoqlardagi muammolarni siz shunchaki yuzaki o'tkazib yuboraversangiz, qanchalik ko'p siz bilan bog'liq, aynan siz oyog'ingiz bilan bog'liq bo'ladigan jarayonlarni e'tiborsiz qoldiradigan bo'lsangiz, bu hatto bir kun oyoqlaringizda jiddiy asoratlar, hatto oyoqni amputatsiyasiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bittagina qandni to'g'ri boshqarmaslik. Keyingi asorat esa bu yurak va miya. Juda ko'pchiligingizda bor hozir ham. Endi buni faqatgina diabet bilan bog'lab bo'lmaydi. Bugungi kunda ma'lumotlar juda ham ko'p. Ularni ham tartiblashtirish kerak. Sizda qo'shimcha qaysidir boshqa muammolar bo'lishi mumkin. Bularni ham ko'rib chiqish kerak. Lekin bu aynan diabetiklar orasida uchraydigan muammo, ya'ni xotira muammosi, miya bilan bog'liq muammo
muammolar, bosh aylanishi doimiy, qanaqadir boshi o'zinikiday emasdek his qiladi har doim. Qanaqadir boshni yostiqqa qo'ysa, yomon tushlar ko'rish holatlari bo'lishi mumkin. Qanaqadir qo'rquv, qanaqadir vahimalarni boshidan kechirishi mumkin. Aynan bu ham qachondir kelib sizni bezovta qilishi mumkin va buni ham shunchaki o'tkazib yuborib, shunchaki moslashib ketish kerak emas. Bu ham bittagina qandni boshqarmaganingiz hisobidan kelib chiqadi. Undan keyin bu yurak muammosi. Men qandli diabet bilan bog'liq bo'lgan yurak muammolariga e'tibor berishingizni ko'ryapman. Men buni juda ham yaxshi bilaman. Bu yerda bitta siz bilan bog'liq bo'lmagan jarayon bor. Ya'ni siz yuragingizni nimadir bezovta qilsa, yugurib siz kardiologga borasiz. Lekin har doim ham to'liq yechim ola olmaysiz. Ya'ni siz yuragingizni davolatasiz, lekin qonda qand darajasi boshqarilmay o'sha holatda qolaveradigan bo'lsa, yurak muammosi yanada kuchayib, hatto infarktlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Bittagina qandni boshqarmaslik. Qarang, qanaqa narsalarni olib kelyapti. Keyingi yana bir qandli diabetni eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu jinsiy zaiflik. Ayollarda ham, erkaklarda ham jinsiy zaiflik kuzatilishi mumkin va u bugungi kunduzda hech kimga sir emaski, yetarli darajada bor. Va erkaklar e'tiborli bo'lishadi, ayollar afsuski e'tibor berishmaydi, lekin erkaklar e'tibor beradi. O'zida sal nimadir yomon holatni sezadigan bo'lsa, o'zida qanaqadir kamchiliklar sezishni boshlasa, ular urologga murojaat qilishadi. Qilishmaydi emas, men sizni ayblamoqchi emasman. Siz murojaat qilasiz, lekin baribir yechim to'g'ri berilmaydi. Ya'ni baribir bu nima deydi, ana hozir yurak bilan bog'liq muammoni ham sanadim, mana bu jinsiy muammoni ham sanayapman. Ya'ni bu qaynab turgan qozonni tezroq pasaytirish bilan bog'liqda. Ya'ni qaynab turgan qozonga siz suv solyapsiz, qaysidir jihatdan qaynoqi pasaydi yo bo'lmasam to'xtadi, lekin u bir necha daqiqadan keyin toki gazni o'chirmas ekansiz, qaytib qaynashni boshlaydi. Ya'ni qondagi qand darajasi boshqarilmasdan turib alohida yurakka, alohida buyrakka, alohida ko'zga, alohida o'sha jinsiy xohish bilan bog'liq muammolarga yechim beriladigan bo'lsa, u ma'lum bir muddat sizni bezovta qilmaydi, lekin keyingi safar undan og'irroq bo'lib qaytalanishni boshlaydi. Va qancha ko'p siz mana shu oddiygina bitta qandni boshqarmasangiz, mana bu muammolar jiddiylashib, chuqurlashib boraveradi. Shunday ekan, qandli diabetni har qanday asorati bo'lmasin, hech qaysi birini shunchaki yuzaki qaramaslik kerak va shunchaki yuzaki o'tkazib yubormaslik kerak. Aslida biz avvalgi videolarimizda ham har doim aytamiz, bundan keyingilariga ham hatto doimiy takrorlaymiz. Qandli diabet bu nazorat qilsa bo'ladigan kasallik. Hattoki to'g'ri nazorat qilish orqali qandli diabetdan 80% holatda, yaxshilab bu sifra kichkina sifra emas, 80% holatda bemorlarimiz remissiyaga tushyapti bugungi kunda. Bugungi kunda bu qanaqadir erishib bo'lmaydigan orzu emas, qanaqadir bu ertak emas. Bugungi kunda realniy natijalarimiz yetarlicha bor. Muhimi bitta narsani bilamiz. Siz yashayapsizmi? Siz harakat qilyapsizmi? Sizda qandli diabet bor va siz uni ustidan nazorat qilishga intilyapsizmi? Harakatdan to'xtamang. Agar mutaxassis sizga yordam bera olmasa, mutaxassisni almashtiring. Yaxshiroq mutaxassisga ko'rinishga harakat qiling. Ustingizda ishlang, izlaning. Shunchaki tashlab qo'ymasangiz bo'ldi. Bugungi kecha kunduzda qandli diabetni to'liq nazorat qilsa bo'ladi. Bugungi kecha kunduzda 80% qandli diabet tashxisi qo'yilgan insonlarni remissiyaga o'tkazsa bo'ladi. Hatto hech qanaqangi dori-darmon qabul qilmasdan ham bemalol avvalgidek yashayveradi. Faqatgina bir ikkita shartlari bor. Ya'ni doimiy qandni o'lchab yurish kerak va doimiy ovqatlanishga e'tiborli bo'lib yurish kerak. Asablarni asrash kerak, yaxshi uxlash kerak. Tamom. Shunchaki. Men o'ylaymanki, bu shartlarni bajarish aslida qiyin emas. Demak, bu holatlar kelib chiqmasligi uchun nima qilish kerak? Bu holatlar kelib chiqmasligi uchun doimiy shifokor nazoratda bo'lish shart. Doimiy har kun bir necha marta qonda qand darajasini o'lchash shart. Hech bo'lmasa bir martagina qandni o'lchash bu qiyin ish emas. Buni hayot tarziga, odatlaringizga kiritib qo'yishingiz shart. Toki buni hayotingizni bir qismiga aylantirmas ekansiz, sizda muammolar davom etaveradi. Kompleksni tahlillar topshirish kerak. Albatta, shifokorga uchrab, shifokor tomonidan buyurilgan qo'shimcha buyrakni, yurakni, oyoqlarning holatini albatta tekshiruvlardan o'tkazib turish kerak. Yilda bir marta albatta ko'zlarni tekshirtirishdan o'tkazish shart.
toki mana shu ishlarni joyi-joyiga vaqtida qilib borar ekansiz, sizda muammolar bir necha yilga kechikadi yo bo'lmasam bir umr uchramasligi mumkin. Shunchaki bularni oldini olsa bo'ladi va buni qaysidir insonlardan eshitib, ha, diabet bormi, shunaqa bo'ladi, diabet bormi, o'zi shunday bo'ladi degan fikrlarga almashtirmasangiz bo'ldi. Do'stlar, hamma narsaning imkoni bor va men sizga ishonaman va siz bemalol buni uddalay olasiz. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni berishda davom etamiz esa, hoziroq bizga obuna bo'lib qo'ying va bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang.